8 ta tuxum oqiga 8 osh qoshiq shakar qo'shib, qattiq qilib ko'pirtirib olamiz. 8 ta tuxum sarig'ini qo'shib, sekin aralashtirib olamiz. 8 osh qoshiq un qo'shib, bir xil massa bo'lgunicha aralashtiramiz. Massa tayyor bo'lgandan keyin qolipga sariyog' surib, massani qolipga quyib, yaxshilab urib, tekislab, chetlarini ham ko'tarib olamiz. 160 darajada qizib turgan duxovkaga yarim soatga yuboramiz. Qora biskvit uchun xuddi shu ketma-ketlikda ko'pirtirib, faqat 7 osh qoshiq un, 1 osh qoshiq kakao, 1 pochka razrixlitel qo'shib, bir xil massa bo'lgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Qora biskvitni ham xuddi shu gradusda pishirib olamiz. Pishganini shunaqa tayoqchada tekshirib olamiz. 800 ml qaymoq, 400 ml molokoni yaxshilab ko'pirtirib, morojniy krem tayyorlab olamiz. Krem shu holatda tayyor bo'lgan bo'ladi. Undan ko'p ko'pirtirsa chirib tushadi. Sovigan biskvitlari ikkalasini ham o'rtasidan teng bo'lib olamiz. Biskvit qimirlab ketmasligi uchun ozgina krem surib, biskvitni joylab, propitka qilib olamiz. Ko'p propitka qilingan tortlar yoqmagani uchun shunaqa yengil propitka qilib oldim. Endi buni atrofiga qolipni to'g'rilab kiydirib olib, morojniy kremni solamiz. Hamma tomonni tekislab, birinchi qavatiga mandarin soldim. Mevani solib, hamma yog'ini tekislab bo'lgandan keyin ozgina morojniy krem solib, mevani qorayib ketmasligi uchun bekitib qo'ydim. Keyingi biskvitni joylab, uni ham yaxshilab propitka qilib oldim. Tort nachinkasiga xohlagan narsangizdan ishlatishingiz mumkin. Men ikkinchi qavatiga 3 ta bananni maydalab to'g'rab solib oldim. Ustidan ozgina krem solib, banan qorayib ketmasligi uchun uni ham bekitib qo'ydim. Yana keyingi biskvitni joyladim, propitka qilib oldim. Uni ustidan krem surib, mayda to'g'ralgan kivilarni ehtiyot bo'lib terib chiqdim. Uni ham ustidan krem bilan bekitib qo'ydim. Tortni eng ustki qavatiga tekis biskvitni qo'yib olib, uni ham propitka qilib, qolgan morojniy kremni hammasini solib, tekislab qo'ydim. Tort zagotovkasi tayyor. Endi uni bir kunga muzxonaga qoldiramiz. O'g'limga mana shu Roblox yoqqani uchun Pinterestdan rasmlarini topib, shunaqa qattiq qog'ozga chiqartirib oldim. Shunaqa tayoqchalar olib, bezaklarini o'zim yasab oldim. 200 gram oq shokoladga 2 osh qoshiq qaymoq qo'shib, shunaqa vodяной banyada eritib oldim. Muzlagan tortni olib, atroflarini yaxshilab tekislab oldim. 400 gram shanti parashokka 600 ml muzdek sut solib, yaxshilab qattiq qilib shanti krem tayyorlab oldim. Eritilgan oq shokoladga ko'k rang qo'shib oldim. Bezatish uchun hamma narsamiz tayyor. Shanti kremni surib, hamma joyini tekis qilib tekislab oldim. Buni atrofini tekislab bo'lguncha asabim ham tekis bo'lib ketdi o'zi ham. Keyin tort ustidan eritilgan shokoladni quyib, uni ham yaxshilab tekislab oldim. Shokolad ozgina qotgandan keyin tortni yasatishni boshladim. O'z o'g'lim tug'ilgan kunimga Ronaldoli tort qilib bering degandi, lekin nimagadir Roblox ko'p o'ynagani uchun shunaqa tort qilgim keldi. Legolar bilan, shunaqa bezaklar bilan shunaqa chiroyli qilib yasatib oldim. Tortni tagiga shunaqa qolib qo'yganim uchun tagi tekis chiqmadi. Ustidagi bezaklarni oldida, lekin tagi uncha ahamiyatli bo'lmadi. Tortni ichlari ham rosa chiroyli chiqdi. Ham zo'r morojniy kremli 30 kishilik tort bo'ldi. Shu tortga necha pul rasxod ketdi deb o'ylaysiz?